hozir yasayotganim deb DJ kelib qoldi. Mana qaranglar. Mana buni uchlarini ozgina kesib chiqamiz. Ikkiga bo'linib turadi shunda. Tabiiy gulga ko'proq o'xshashi uchun. Uchli qaychi topa olmadim uni. Bu ham to'g'ri kelyapti. Mana uchlarini bitta-bitta kesib chiqamiz. Shunda chochilib chiqar ekan. Turib boshimga shunaqa ideyalar kelib qoladi. Rosa chiroyli chiqyapti. Bo'linib chiqyapti. Agar ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga mana. Qarasam dona-dona bo'lib chiqyapti. Hammasini qilishga harakat qilaman. Atak hammasi bir xil bo'lishi shart emas. Ichkaridagilarni kesa olmasanglar, xavotir olmanglar. Ijod qilishdan qo'rqmanglar. Yasab ko'ringlar. Odamning nervlari ham uspokayivаться qiladi. Baribirga odam o'zini yaxshi ko'rgan hobbisi bo'lsa, ishdan kelgan, yildan kelgan maza qilib yasasanglar bo'ladi. Va eng yoqimli tarafi, sizlarga yoqadigan hobbi sizlarga ozgina pul ham keltiradi. Bu bonusi sifatida. Lekin ishdan charchab kelganingizda maza qilib yasasanglar bo'ladi. Mana sekin-sekin kesib chiqdim. Shu yetadi degan umiddaman. Mana. Ko'rinishi ham boshqacharoq bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Cho'chilib chiqdi. Menga o'zimga yoqdi. Bo'ldi, endi buni qotiramiz, keslar bilan kraskalaymiz.